Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun biz Bulung'ur tumani Xo'jamazgil mahallasida yashovchi Berdiyor Qo'chqor otamizning chiroyli fayzli xonadonida mehmon bo'lib turar ekanmiz. Mana bugun Sayyor onamizning 63 yoshlik tavallud ayyomini nishonlab qo'yish uchun barchamiz shu yerga yig'ilgan ekanmiz. Shu munosabat bilan marhamat Sayyor onamizni davramiz markaziga taklif etsak. Keling onamiz, olqishlab turamiz qavm qarindoshlar. Keling. Sayyor onamiz marhamat davramiz markaziga chorlab turamiz qavm qarindoshlar. Assalomu alaykum onajon, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Xudoga shukr, yaxshi onajon, o'zingiz yaxshi. Men uchun muqaddas kundir bu sana. Garchi qutlolmadim qilib tantana. Ko'rish nasib qilsin yuztasin yana. Tug'ilgan kuningiz muborak ona. Onajon, tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Qani Qo'chqor otamiz qani? Keling. Qo'chqor otamiz ham davramiz markaziga tashrif buyursalar albatta